ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi Tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. حليت الحياة يلي وحدت الإله يلي كنت ولم تزل ضوء النجاة خير خلق الله يا طه دنيا من غيرك متاهة قلت رب الدنيا واحد نعبده عمن سواه يا حبيب الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله Allohning habibi Muhammad. Ikkinchi fasl, birinchi qism. Allohga hamd bo'lsin. Allohning habibi, mavjudotlarning eng sharaflisi, rostgo'y, omonatdor hamda payg'ambarlarning so'nggisiga salovat va salomlar yog'ilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'zal siratlarini to'liq yetkazish uchun sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turibmiz. Ha, hozir biz hijratning 3-yilidamiz. Makka va Madinada ajoyib hodisalar ro'y bermoqda. Musulmonlar Badrdagi ulkan g'alaba nashidasini so'rayotgan bir paytda Qurayshliklar mag'lubiyat va xorlik libosiga belanib yotibdi.
Qani o'rningdan tur. Yana jang qiladigan bormi? Bani Salaba urug'idan yana kim ham sen bilan bellasha olardi? Bu sen kurashda yengan 3-odam bo'ldi. Ey G'avros! Ey Xorisning o'g'li! Nima deysan? Bani Salaba urug'ining sayyidlari yig'ilishgan, seni kutishyapti. Ko'rdingmi ukam? G'avrosni jangda nimalarga qodirligini. Lekin men sizni undan ham kuchli va mahoratliroq deb bilaman. Akang ekanligim uchun shunday o'ylaysan-da. Uning qo'lida jang san'atlarini o'rganib, unga o'xshagan jangchi bo'lishni qanchalar orzu qilaman. G'avros otamizning do'sti bo'lgan-a? Ha, otamiz shijoatli jangchi edi. Muhammadga ergashganlar u kishini o'ldirishdi. Onam ham otam hasratida vafot etdilar va bizni yolg'iz tashlab ketishdi. Sen yolg'iz emassan ukajon. Men Muhammadga ergashganlarni o'ldiraman va bu qalb jarohatimizga malham bo'ladi. Ahvollaring qalay ey G'atafon sayyidlari? Eshitishimcha meni chaqirtirgan ekansiz? Qani o'tir, ey G'avros. Bani Salaba urug'i Muhammad va uning sheriklariga qarshi urushga qaror qildi. Unga qarshi bosh ko'tarishimizni e'lon qilamiz. Najd o'lkasi uning va askarlarining qabristoniga aylanadi. Shu fursatni kutib yurgandim. Muhammadni menga qo'yib bering. Badrda halok bo'lgan Qurayshliklarning o'chini olaman. Bizning ham niyatimiz shu. Zu Amarga borib Muhammadni jangga chorlaymiz. Sen esa bizga Muhammadning boshini keltirasan. Qo'shinlaringizni to'plab tayyorgarlik ko'ravering. Tez orada Muhammadning boshini olib kelaman. Bani Salabaning niyati Rasulullohga yetib keldi. Payg'ambarimiz ular bilan Najdda uchrashishga qaror qildilar. G'atafon qabilasining Bani Salaba urug'i Qurayshliklar bilan ittifoqdosh bo'lgan mushriklar edi. Badrda yuz bergan voqealar ularga ta'sir qilgan ko'rinadi. Rasululloh ularga qarshi 450 nafar qo'shin bilan jang qilishlarini, Madinada o'rnilariga Usmon ibn Affonni o'rinbosar qilib qoldirishlarini aytdilar. Juda yaxshi fikr, yo Rasululloh. Bani Salaba ham Qurayshliklarning ahvoliga tushadi. Biror musulmon sizlarga hujum qilgan paytda tulkiga o'xshab yengil harakat qilinglar. So'ng kutilmaganda unga qilich bilan tashlaning. Zuamarda yana bir necha kun vaqtimiz bor. Muhammadning qo'shini hali yetib kelgani yo'q. Barcha qabilalar Muhammadga qarshi bosh ko'tarib, urush e'lon qilganimizdan xabar topdi. Bu xabar Madinaga ham yetib bordi. Uning boshini uzib,
Bergan va'damning ustidan chiqishni intizorlik bilan kutyapman. Ular anavi yerga yaqin joyda bo'lsa kerak. Yo'q, ular bu tomonda. Shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ulug'vorliklari va dushmanga bo'lgan kechirimliliklari namoyon bo'ladi. G'avros ibn Xorisning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan nafrati va u zotga nechog'lik aziyat berishga intilishiga qaramay, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning unga nisbatan qilgan ishlari kechirimli payg'ambar va insoniyatning haqiqiy rasuli bo'lgan zotning go'zal axloqi edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zotur Riqo degan joyda bir daraxtning soyasida o'tirgan edilar. To'satdan G'avros kelib qoldi. Payg'ambarimiz qilichlarini daraxtga ilib qo'ygandilar. G'avros shartta qilichni oldi-da shunday dedi: Qo'lga tushding-a, ey Muhammad. Mendan qo'rqyapsanmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam yo'q dedilar. Seni mendan kim himoya qiladi? Alloh. Shunda uning qo'lidan qilich tushib ketdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam darhol qilichni qo'llariga oldilar va endi seni mendan kim himoya qiladi dedilar. Hech kim. Menga rahim qil. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berasanmi dedilar. Yo'q. Lekin senga so'z beraman. Sizga qarshi jang qilmayman va sizga qarshi chiqqan qavmning ichida bo'lmayman. Payg'ambarimiz uni qo'yib yubordilar. So'ng sahobalarga xavf namozi haqida xabar berdilar. Musulmonlar o'sha paytlarda Alloh va uning rasuliga ishongan holda shon-shuhrat qozonib g'alabaga erishar edilar. Bu hodisalar har tarafga ovoza bo'lardi. Banu Qaynuqo yahudiylari bilan bo'lgan voqea ham fikrimizning yorqin dalilidir. Banu Qaynuqo bozori shumi? Hey ayol, nima xohlaysan? Bu yerga tijorat maqsadida kelgandim. Ancha-muncha pul ishlab topdim. Menga zargarlik do'koni kerak. Qayerdan topsam bo'ladi? Zargarlik do'koni ana u yerda. Juda go'zal ayol ekan. Yuzini bir ko'rsatsa edi. Xohlagan narsangni sotaman. Narxini ham istaganingcha arzon qilib beraman. Faqat bir shartim bor. Qanaqa shart? Go'zal yuzingni menga ko'rsatasan. Holingga voy bo'lsin, ey Allohning dushmani. Sen meni yo'ldan urmoqchimisan? Biz bor yo'g'i yuzingni ko'rmoqchimiz. Ko'rdingmi? Hammamiz faqatgina yuzingni bir ko'rsak bo'ldi. Qani olchi? Nahot bu bozorda birorta ham mard erkak bo'lmasa, musulmonlar qayerda qoldi? Xudo ursin senlarni! Musulmonlarning jasoratini senlarga ko'rsatib qo'yaman. Qoch ey ayol, qoch!
Ular sha'nimizni poymol qildilar. Do'stimizni o'ldirdilar. Huzuringizga qasos olib berishingizni so'rab keldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qasos olish musulmonlar uchun vojibdir dedilar. Ularni o'z uylarida qamal qilamiz. Bu boshqalarga ham ibrat bo'lsin. Yahudiylarning dushmanligiga qaramay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga nasihat qilish uchun yo'lga chiqdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Banu Qaynuqo yahudiylarni bozorda to'pladilar. So'ng shunday dedilar: "Ey yahudiylar jamoasi, Allohning Qurayshga tushirgan intiqomi sizning ham boshingizga kelishidan ehtiyot bo'ling va islomga kiring. Zero siz mening payg'ambar ekanimni bilasiz. Buni o'zingizning kitobingizda va Allohning sizga bergan va'dasida topa olasiz." Ey Muhammad, biz sening qavming emasmiz. Urush nimaligini bilmaydigan qavmga ro'baro bo'lib, ularni mag'lub etganing seni mag'rur etmasin. Agar biz urushsak qanday ekanimizni albatta bilib olasan. Bizga Muhammadning boshini olib kelaman deganding. Bergan va'dang shumi? Oldimizga o'zing musulmon bo'lib qaytibsan-da. Bu qilgan xiyonating uchun o'zim seni boshingni uzib tashlayman, ey g'avros. Mayli, qani ko'raylikchi, kimning boshi tanasidan uchib ketarkan. Ey qavmim, Muhammad Allohning haqiqiy payg'ambaridir. Uni ko'zga ko'rinmas maxluqotlar himoya qiladi. Hali u menga tegmasdan turib qo'limdagi qilichim tushib ketdi. Uni o'ldirmoqchi bo'lib borsam ham u meni kechirdi. Islomga kiringlar va Muhammadga quloq tuting, ey qavmim. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Biz seni faqat olamlarga rahmat qilib yubordik. Sen menga faqat albatta sizning ilohingiz bitta ilohdir deb vahiy etiladi. Bas sizlar musulmon bo'lasizlarmi deb ayt. Anbiyo surasi 107-108 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyovuddin. Dublajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamedov. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Ikkinchi fasl birinchi qism tugadi.
سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين